Assalamu alaikum dostlar. Yaxşımısınızlar? Benim ismim Sümeyye. Bugün sizlerge Nadire ve Gül degan hikayeni okup beraman. Nadire ve Gül. Bir günü Nadire omoq mushukni ergashtirib sayilga chiqibdi. U ketib yo'l bo'yidagi dal-daraxtlar orasida qip-qizil ichilgan gullarni uchrabdi. O bir tal gül uzmoqchi bo'lib qo'lini Gülning qo'liga tegüzishi bilan tang qo'liga tikan sanchilibdi va og'ziga chidayolmay varqirab ketibdi. Shu an yo'ldan sado kelibdi. Nadira, meni kechiring. Siz meni o'ldirmoqchi bo'lgan edingiz. Men sizni qovdirish uchun shunday qildim. Men faqat sizning xushbo'y hidingizdan huzurlanmoqchi edim. Lekin meni propolipla yerga tashlaysiz. Allah sizni foydalashingiz uchun yaratdi. Allah meni insonlarning qalbiga huzur bog'lanish uchun yaratdi. Masalan, kasal kishi meni ko'rsa ko'ngli ichilib qoladi. İnsanlar mendan her xil sharbatlar ve hediyelik etraflarını yasaydı. Ularni bilmemsen? Abla, bugün anamga hediye tayyorlamoqchini unutib qolibdiman. Hediyeni gapini qilsangizam opam keldikan. Amsa meni unga ilbilang. Men anangizga xushal qilishni yaxshi ko'raman. U meni ko'rsa cho'qim xushal bo'ldi. Xo'sh.